在铁木真走向成功的道路上，有过几次亲人的背叛，其中包括他的叔叔和堂兄，却没有一个是他的部下。这在历史上是绝无仅有的。因为在马背和草原上长大的他，有着自己独具慧眼的识人标准和用人之道。Sorqanshira, meni To'mirchinga bayat qizim da'vatimdilar. Lekin men uning bo'yniga o'q etib zaxmlantirgan tursam, u meni kechirami? Qo'llarini kamonga bog'lab qo'yay. Bu turqlarni ko'rgan To'mirchin silini kechirmas, ajab emas. Hojat yo'q. Ben To'mirchin, lavziga amal qiladigan odam. Hozirdan boshlab hamma boshqa Mo'ng'ullarga o'xshash, meni qonun hisobimizlar. Tojiqlarda bir margan bor ekan. U ulug' sarkardan Bo'g'irchining jinnini oltas qoldi. Tuliga yana o'q etib, bo'ynimni yarlantirdi. U Xumpar, nerede? O nima? Taqsir. O Xumpar, qag'animizni olib nima qilsizlanmasan? Tuzla! Qag'anim, ulug' sarkardalar Bo'g'irchining jinni og'il tasqagan odam men bo'laman. Tünegin Türkeşken'in boylarını itip yarlandırgan mı ben bulumen? Kağanım, eğer beni öldürürse, nait alqançılık yerini kanğı boyaydılar. Hiç armanım yok. Eğer öldürmüşse, Kağan ailelerinin huzurda hizmet kılıp deniz okyanlarını keçip, kuram taşlarını talkan kılışık deyermen. Hayat mamatim ilkilerde turuptu. İhtiyar, özlerde. Kağan etkenlerini yoşurmaydıgan, şicaat fişik gelse. Kağanım, Cirko Gaday'ın atkallıki oku degen yerine tegidi. Bırak o bu iki okunu hata itipti. Bugünden başlap, qo'limdagi o'q bo'g'in, yenimdan ayrılmay, men bilan birlikda vahshiy dushmanlarni atqaysan. Qag'animning farmonidan chiqmayman. O'qni biz Jaba deb ataymiz. Bugundan boshlab isming Jaba bo'lsqandaq. Qag'animning ismi Inomqig'ini g'ashqanlar. Tur o'rnidan Jaba. Sorqanshira. Ha. O'g'illar bilan qizlari, kuyovlar qani. Oldimizda. Meni hozirda shafaatchimni olib boshlapasizlar. Silahvur! Adamı sıkılmaz!
Kavimler bilen mal birlikte ezelde kalıplarını toya bulup tegen. Artık cesetkenlerini öldürgenden sorun yok. Kulağla! Onu öldürüydün la! Onu öldürüydün la! Ziyan kes! Koca da hele dizike! O mağdaya bodi! Edin la! Adakan? Çok! Beni koyun Allah! Beni koyun Allah! Koyun la! Dada! Bir öldürgün öldürmekten akıllını öldürüydün kalmalı! Kağanım! Gelme! Muğali! Lerbey! Surkan şirabla verip karapek ola, kandak iş bitiştim etti nezer, çılağını aldım akin ola! Hop! Kadakan! Kadakan! Nasılsın ha? Demirci! Kadakan! Kağanım! Yok! Kadakan! Sizi şefaatçim, sizlerin ziyaretiminizin. Bundan keyin mantısızlanma. Çakkan! Durun! Kadakan! Bayağı siz Dinan düğünü öldürmekte diyendiniz. O kim buldu? Yerim buludu. O oruçta ölmeyi. Mevzumuzda turmağının sebebinden öldü. Yürü lan! Kağanım! 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 Köy oğlunu öldürüp da keçikken bulsak oğlumu düşettikken. Nemiş ha? Ulan nemiş kızlarını öldürdü? Dadam akşam Taycıklar göresiga hasta kaytıp gelgende hemmeyle kağanımızın karşılık kılmay ve et krallarının xotun balı çakılırga mal mülklerine çekilmesi hususiyeti kararlarını yetkizgen edi. Lekin ular karşılık kılmagan Taycıklarını buludu. Singlim işimiz ular düşendirsek ular tep tatmasın. Biz dağa artayına inançlıdır dep Taycıklarını kaymoqtırıp permanlarga karşı kıldırdı. Taycıklarını kaymoqtırdı? Muğali! Nemiş kıl ölgürüne түсіп gelmedin? Kağanım! Ular tağılları dağa artayına adamlar iken. Çok! Ömürcü! Nime kamarsın? Nime karap dursun? Çok! 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 Hey! Nime kamarsın? Vay can! Kıpırdama! Ömürcün! Ben tağam! Benim koy! Ben senin tağam bulumen! Bugün yadalı asıp koyay! Ben kağan ola bulumen! Yine levzi turdukan kağam ben! Yeni kilim! Şartsız boy sıcımın altı hiç kağan ola bulumen! Koy yedala! Koy yedala! Ömürcün! Ben senin tağamcımı! Beni koy yedala! Koy yedala! Kiram! Qadağan! 23 yıl ilgili Tarıqutay meni tutup Taycıklar avluga apırıp kallamni elip tuqqi nazir qilmoqchi bo'lganda ota bola ikkinglar hayotinglarning xavfiga tavakkul qilib meni qutuldirdinglar. Sizlar bo'lg'ashqilar. Men Temirchin bugungi kunning serig'ini ko'rardim.
Bugün didarlaşıp, şapayetlerni qaytırıp boğuca adamların eringizni o'qishdan o'ltirib yetibdi. Qadag'an, sizga haqiqatan yuz kelmayman. Temircin. Qadag'an, ko'z yoshingiz bilan meni texmi xijil qilmang. Qadag'an, bu kelishmaslikni unutib keting. Sizni baxtli qila olaman. Boy-boyashaqliq, baxt saodat kunlarga erishtiraman. Undaq taleyman nesip bo'lmaydi. Nesip bo'ladi. Men shunday qilmoqchi bo'ladi ekanman. Sizga nesip bo'ladi. Qag'anim, undaq qilmasizlar. Undaq qilmasizlar. Qadag'an, 23 yil ilgari ikkimiz yo'ldosh ichida o'tkazgan ashu kunlarni unutmagansiz. Qandaqni unutib qolay? Shu kunlarda to'kilgan g'azondek nom-nishonsiz yurganimda hayotim qil ustida qilib xatarlik payt turganimda siz ömrümde tunji qatim yaqinlashgan qiz edingiz. Issiq bag'ringiz bilan sovib ketgan yuragimni ilitgan edingiz. Sizni hargizmi unutmayman. Pakam chin muhabbatingizni soatli unutmadim. Rostmi? Rost shundaqmi? Ma'qulda. Bugungi kelishmaslikni unutib ketdim. Yenimda qiling. Men qilgan shafoatingizni qaytarishimga fursat bering. Temircin. Yo'q, qag'anim. Ne bo'ldingiz, Qadag'an? Qag'anim. Men 23 yil ilgari senga xotin bo'lish istagida tanmaganligimni aytgan edim. Ne bilan davatsiz? Sizni hozirda amrimga olaman. Hozirda. Yo'q. Men degan Qag'an hech kimni to'solamaydi. Sizni yaxshi ko'rgan ekanman, cho'qim amrimga olmay qo'ymayman. Yo'q, bo'lmaydi qag'anim. Mening birla orzuyim bor. Faqat cho'rlar bo'lib, umr bo'yi xizmatlarda bo'lsam-da bo'ldi. Yo'q. Sizni to'qonliq olmay qo'ymayman. Bo'lmaydi. Cho'rlar o'zlariga loyiq emasmi? Xo'sh emsi? Qadag'an. Yerimdan ketmang. Sizga muhtojman. Ordularning yeniga chedirtdim. Agar cho'rlarga hojatlari tushsa, odam avatib chaqirg'aylar. Cho'rlarning yana bir talabim bor edi. Ayting. Qag'anim, dag'aretay chalni qo'yasizlar bo'pti ekan. Mening sababimdan sizlar bilan tag'i jiyanlar o'tirsida adovat tug'ilib qolmoqda. Bo'lmaydi. Uni Qag'anning o'pozni kamsitganligi uchun tutqizganman. Lekin uning xatolik o'tkazishiga men sababchi bo'lgan. Qag'anim, garchi uni jazolamoqlar barhaq bo'lsa-mu, ba'zilar qag'animiz shafoatsiz javob qaytarish uchun shaxsiyatchilik qildi deb tepib qolamekin. Shuni uni qo'yib o'tgaylar qag'anim. Ma'qul, qo'yib o'tay. Qag'anim, o'zlariga rahmat. Men qaytay. Subutay. Xo'sh. Dag'artani qo'yib at. Xo'p. Qag'anim, ikki tajog'at sizlar bilan ko'rishmoqchi ekan. Biri oqsham kelgan, yana biri atagin kelgan. Ikkilisi Targ'utayning xabarini olib kelibdi. Yaxshi, ularni boshlab kel. Xo'p. Ikkinglar men bilan ko'rishmoqchi ekansizlar. Deydigan gapinglar bormi-ki? Men gunohimni tilab keldim. Qag'anim, men tortiqqa keldim. Voy. Gunohim tilab kelgan avvalda qanday gunoh o'tkazding? Targ'utayning alqamlari terib bilan bo'lib qochganda, uni qiyon qo'shini muasirdan qutuldirib qo'ydim. Ularga shuncha sadoqat men kansalo, yana nima ishmang bayat qilmoqchi bo'lasan? Targ'utay sadoqatmalik qilishga arzimaydigan xo'jin zalqa ekan. Shundaqdimi, eganda yuz o'rmay deb uni qutuldirdim. Sizlar qag'onimiz bo'lsalar, hurmatga sazovor yayliq botir ekanlar.
Şu ölemden korkmay. Aldığınlarına beyat kılalı geldim. İsmo nima? Mayaga. Tarık Otay'ın mutlak çıkışanmaydigan eşyaddi kısaskar düşmanı ekanligini bilmemsen? Ha? Bilemen. Bilemen degan. Sen çoğu nimaga tartib qog'ili kelding? Qag'anim. Bu Tarık Otay'ın kallisi. Qarab basla. Şunun kallisi kel. İsmi nima? İsmim... To'g'ri. Men to'g'ri bo'laman. Terchi o'ynab tikansan-da. Qog'anim, deydigan gapim bor. 30 yil ilgari Tarık Otay teksini majbur bo'lg'achqa, o'lim xoni bilan qog'animiz o'zlarini tashlab ketgan edim. Amaskelikni qilgan jinoyatchi bu Tarık Otay. Bu qabiy Tarık Otayni noyoqqa qo'yib o'tgandan keyin uni tutilib qolishni oldim. Qog'anim, sizni qisoslarini o'lim xonimning yana yashiga oqsoqolni qisosini oldim. Qog'anim, bugungi ko'rsatgan bu xizmatim uchun bo'lsa, bir qo'shiq qilindim. Keşkeyla! Qog'anim, o bolam Charqani o'ltirayotgan. Qisosini aytmagaylar. Toto, seni o'ltirmay qo'ymayman. Tarık Otayga qo'lchimoq bo'lib, meni o'ltirmoqchi bo'g'ini uchun emas. Balki avval oqsoqlan bo'lgan dadamdan yuz o'rganligim. Bu qatim yana hozirgi xo'ja Tarık Otaydan yuz o'rganligim uchun o'ltiraman. Chiqib ketalar. Qog'anim, bu qanxo'rdan qolsin men olay. Qog'anim. Uni chiqib ketinglar. Qog'anim. Nayaga. Qog'anim. Yelimda qolsang bo'ladi. Menga navkar bo'l. Qanata, o'sini mutlaq chiqishamadan qisoskorlarni qutuldiribdi. Bunaqadan yanlara taslam uni ishonchli bo'lmaydimi? O Tarık Otay'ın üzerine yedi. Bana sadık bulmay kalama. Qog'anim. Kaçaydı! Camuqa, endi kaçamaysan. Teslim ol. Köktangirning irodasidan bu jilg'ini tanlab, tuyuq yo'liga kirib qopdiman. Bo'pti, taslim bo'lay. Biroq meni to'mirchining topshirib beringlar. Meni qanday o'ltirishni qasamdishim belgilasin. Bo'ladi. Sen mo'jaylatdagi bir shunqar. Albatta, eng oxirgi talabimni qondiraman. To'mirchi, hozir qo'ng'iroqlarning oqsoqili qiyamlarga bay'at qildi. Navoda men urib ketmasamla, amandir kunlarda madorimni yetishcha sizlarga hamdamda bo'laman. Rahmat. Bir tane sizlarni bir ko'rib olg'isi bor edi. Bir tane sizlarda g'amg'uzorini, ya'ni mo'shinda o'bdan 4 o'g'ilni ko'rib, mening bu ko'nglim tildi. Anam ishkava o'zinglarni ko'proq asrag'aysizlar. Chog'atay, To'luy, 2010 daryosiga qatnashdinglarmi? Qog'on otam To'luy ishkimizni onam bilan momamning oldin xabar elish uchun oldin yo'liq samoqchi. O'rtagida qo'yinglar. Uni mening orada ko'zim kelib ketdi. Momam ishkimiz onunla her günü köftemden panohlik tilovatimiz. Rahmat bova. Anamga cho'qim yetkazman. Xo'shamsa, yo'lga chiqay. To'mirchim qog'on! Çadır Allah'ını tertük yo'qotdik. Jamuqachi,
Keynimizin heydep ekini oturdu. Onu özünü şahsen bitirip kıyla. Etim eklama. Camuqa, o üç kanat uruşuda el cemaatlerimden kancılık adımını öldürgün, esnadı mı? Tömürçen, ben merkitler kıgan ceza yürüyüşü kumandanlık kılıp, bulap ketken hopnun çilgerlerini koludun kutuldurup belgelikim esnadı mı? Bu ketim sen Mongolların eşeddi düşmeni Merke Tatarlarla birleşip, Kasem dışınga, üç ketim kısamleşken, Kasem dışınga karşı çıktım. Ötkende, sen meni Kasem dışın katardı kömey. Bir neçe yılga ve uçmayı öldürvetken kulların için bir tukkan inini öldürvettin. Şu çağda bizden ilgiri üç ketim kasemleşken kasemdaş şikerligimiz neymiş hıyısın kemiri? Buldula, tegeşmeyli. Kulağını düşüp kaldım. Öldürsen, öldürüyemem sen. Tömürçen, gördün mü? İkimiz kasemleşkende bana soğuk kılan ilik uşkuyla yenimden ayırmay geldim. Hem de dostluğun bu nişanını kendin bilen boyasın. Buladı. Aramızdaki dostluk'a nefret, şafaatten adalet, müşri bilen tügüsün. Bundan keyin düşmanlık bilmeyli. Jaqagan butaga buni xon otamga topshirib bering. Xon otam g'amxo'rlik qilib, otadarchilik qilsin. Bo'ladi qog'anim. Yurma. Kağanım, Camuqa'nı tirik koysak bo'lmaydi. Xanata, uni o'ldirmaydi mi? Kağanım, bu Camuqa ikki qitim qisasqar düşmanlarından birleşip silini ölüm girdabıga qistadi. To'g'ri deydi o Kağanım. Camuqa ishtisa ham qari niyatlimikan. O qilgan yaxshiliklarni bilmaydi. Mo'rt kelsa yana sili bilan qarshilashadi. Bo'lmas. Camuqa menga yaxshilik qilgan shu qilgan yaxshiliklar uchun o'tirishga qo'lim bormaydi. Xanata, Jaqagan butag'am qaytib keldi. Xanata, o'g'lim Tömürçen Camuqani o'ldirib etdimi? Yo'q. Egam Aysa uning dilini yumshatqachqa qo'li bormagan o'xshaydi. Uni o'zim bir taraf qilay. Tömürçen Camuqa bilan qasamdosham, uni yaxshiligini ko'rgan bo'lg'achqa, xon akamdan uni g'amxo'rlik qilib, otadarchilik qilishlarini o'tindi. Uni bunda qilar deb o'ylamabdiman. Xanata, Tömürçen yaxshiq bo'lishib qisdikan. Bu ahvolda biz nemishqa yomon otaq olib ekmiz. Uning ustiga Camuqa yaylaqdagi kam uchraydigan botir. Biz keraklarning yaylaqda hukm surishimizga foydasi tegadi. Shunga uni oramizga ap qilaylik, farmonimizni kutsin. Biroq bu Camuqa boshqalarning qo'lida uzoq turadigan odam emas. Xonaga uni e'tiborlab ishlatmisizlar. Ay,
O san sanoqsiz cherikleri bilen bana tenkilenmeyen edi o. Mana emde ağız bilen tılının başka onun yani nemisi bari esele, ha? Dağa, ənsirməm. Tömürşən bizni onunla ғəmxorluq qılınlar deptiken o. Ondaq olsa yaxşı yem boğuz berip onu bordaylı. Çerikçilik hukukunu bəmsekla, onun her kadar yaman niyeti bolsun o, padılağa görxan bu buyurmez. Qağanım, yeni neçik günden keyin tatarlar hücum kılıdılar. Dadam bilen aval oyun deryasıg berip, börte ulu hatun bilen ölün ucunu yuxlap geleymikin deyman. Nemişqa? Dadam yaşınıp kaldı, endi o özleri bilen uruşqa baramaydigan oxşaydı. Ben sizni nemiş ketsiz de otaman. Menmi? Ben bilen tursunuz, sizni tanıt koyan dikenmen. Qadağı, bana yattık bulun. Yoq, men faqat özlerga çöyrü bulalayman. Siz yana şunu atayısınız o. 23 yıl ilgiresini emrimde almanda nerede kalmağım ettim? Eğer 23 yıl ilgirki vaqtim bolgan bolsa maqıldaytım, lekin hazır bolmaydı. Nemişqa? Çünkü yeşim bir yerge berip kaldı. Erki xoturlarda köngüllerini alanmayman. Bu fakat bahanımız. Qağanım, könglimdikini davatdı mı? Boldu. Demeyle koyun. Qağanım, yeni bir neçe toqal aslım bulatdı. Azaplanatqanlıqlarını bilemem. Börte ulu hatun merkitlerden kutulup gelip, Cücene tuqqandan beri yürekler örtünüp geliyotudu. Qağanım, şundaq mı? Ne desem bola? Cuci benim oğlum. Şuna Cuci'ğimi, böğürtegimi köyünüşüm gerekten. Özümge teselli berip kegeşke. Böğürtegim mihribanlık bilen, g'amxo'rlik qilib, ehtiyot bilen muamele qilib keldim. Dadam bir kabir aqsa qildirib, yana necha to'qilangan ekan. Hozir men degan qolgan. Necha xutulliq bo'lsa bo'laverdi. Lekin böğürtenin ko'ngliga azor bermay deb sabr qilib keldim. Qağanım, ayollarni tushunaman. Agar Börte ulu hatun bu xiyollarni sezib qolsa, qattiq azoblanadi. Lekin menda nima iloj? Börtening ko'nglini avundirishga ilojlar bo'lmasa, uningga eng yuqori sha'nu shavkatni mangulik baxsh etsinlar. U izzat hurmat ichida yashasa bo'ldi emasmi? Yana bir necha to'qal asla o'rtanotqa yuraklarga faqat ayollarning mehribonlik qilish shifo bo'ladi. Börte ulu hatun buni cho'qim to'g'ri tushunadi. Işkınla tekşi küçcanla. Bu muskigizin bir tarafı qilin, bir tarafı nepis olup kalıdı. Bu kigizde, toluyga, kayık qıp berimiz. Kiçigerek bassanlama buluyordu. Serikmay tügügendi. Tügüdü. Bir soğuk aytılangla. Maqul. Jo'chiga etib beradigan kayikkimi o'zingiz aralashamiz? Sen mittin, kilge? Men. Nime geldin? O'g'limni ko'ngliga keldim. Nime? Nim dedin? O'g'limni, Jo'chining ko'ngliga keldim. O senin oğlun emas. Tömürçünün oğlu. Yolg'on, o mening o'g'lim. Bu yerda yo'qol. Börte. Yo'qol deyman. Börte. Qani, nima bo'ldi? Bu adamni haydaytingla. Hop. Börte. 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 Men yanıçılıman. O'g'limni ko'ngliga yanıçılıman. Börte. Ana. Çağatay, Toloy. Ana. Çağatay, Toloy. Ana. Qaytib kepsizlar o. Qağan atam xotirjam bo'lamay, to'la ishkimizda sizga hamra bo'lishga avatdi. Qağan atam otdan turganda. Atam otdan turdi. Ana. Bayqa odam kim?
altın naqshliq egirimni o'g'irlabdi. Nima? Uning kallasini olaman. Bo'ldi, Chag'atay. Bo'ldi qil. Ketaversin. Miladi 1202-yili Tömürcin Tatarlarga hujum qo'zg'adi. Qog'an ağa, biz 4 jamoatlik Tatarlarning hammasini mo'shar muhosiraga oldik. Jonim buqa salmoq tushgan shashotdek bo'lib qoldi. Yaxshi. 4 ilim bilan apamning 4 asrandi o'g'li katta xizmat ko'rsatdi. Qolgan ish endi bizga qoldi. O'qtakka yo'llasma etilib kirib odamni zaxmlantiraydi. Shunga dushmanni sal chaqmasligimiz kerak. Qo'shinimiz bir tutash harakat qiladi. Hujum o'tganda o'ljiga oldirib ketmanglar. O'ljilar urushdan keyin tang taqsim qilinadi. Agar dushman kuchi kelib chekilib qolsalar, darhol hujum o'tgan o'rnlarga chekininglar. Qayta sapsiz yana hujum o'tgandan keyin hargiz chekinmanglar. O'z biligini bilan talon qilganlar jazolandi. Qayta sapsiz hujum o'tmaganlarning kallasi elinadi. Uqtinglarmi? Undaq bo'lsa, avval qo'shinlarni to'yg'izilib, obdan uxlaylar. Erta otlanamiz. Aka, nerachilik qilyapsan? Qadag'a? Aka, bir ishga yordamlashsam bo'ladi. Nemish? Bu yoqqa kela. Kimimsa? Nemishdi? Qog'onimiz tatarlarga hujum qiladi ekan. Bunda qarab baq, yosh chiroyli qiz-cho'qonlar uchrab qolsa, qog'onimizga sovuq qilasiz. Bu qog'onimizning fikrimi? Yo'q. Mening fikrim. Hey, qamlashami? Aka, deganim bo'yicha qil, ha? Ha. Oğul baturları! Büyüten el kılıç uğraşıda Cadaralarını, tacıkıtlarını her tük sokattık. Mekitlerden doktorga az bir kısım adamları bilen Baykal Gölü'nün şarkına can tanışmadıdı. Konguratlar bizi beyat kıldı. Hazır bize tehdit selamatkan şu Tatarlarla kaldı. Biz kıyallarının merhum içki boğuk ağalımız aşı Tatarlarının hududu ölgen. Mukaddem kısas düşmanlarımızla birini koyma yoktunuz. Akıllı! Kılıçlarımızı kolga alaydı! Tukkayış boğaydı! Ecdadımızda kısaslanıp yaylahını boysundur aynı! Tatarlar ig'ir talafotga uchrab, Tömürcin umumiyuzlik g'alaba qozondi. Jalin buqa Aram 100 necha odami bilan qatma-qat muhosiradan qutulib qochdi. Ata, o'g'illarni Tömürcin ismli bir kishi sizga hamroh bo'lish qistog'ida.
Bununla Sılı'nın isimlerini kullanganlığı sebep olsa gerek. Onun tuğunun karşısına köygen Tatarlar aldı keyni karmayı pitarıp kaçtı. O ayak baskanlı ki yerde Tatarların cesedi kaldı. Ata, menden ağrınma gayla. Tatarların nesli kurup ketişige gözüm kıymedi. Başpanasız kalgan ruhimni kubul kıgayla. Hayatım bir ayak zehirliğimizden başlangan. Bugün yine bir ayak zehirliğimiz bilen ahırıştıgan oldu. Amtasayxın sarxat yugan altın xondun durgacu Ahmet xundut tanartan alğandırım dariya on şimte sarxatın unçin hugin nalmoste uşçı durun harsalın urçe jurhın hilinte. Cesur, calın boku aksakalımız bizni taşlap emin tepipti. Teslim bolaylı. Kağanım. Kuchar altın dağarı itayla kane. Dağarı itay azrap evlandı. Altın kuchar ikisi çilikleri bilen olcu bir şu otudu. Berip karap bakaylı. Şu. Yürü ola. İhtiyaç için bizim baraylı. Çok. Çok. Kohtağına! Kohtağına! Kağanımız geldi! Çanaka, altın tağa! Vuruştu ilgiri, hücumu ötkende olculan aldırıp ketme hala! Olcular,
urushdan keyin tang taqsim qilinadi degan edim. Bu gapni anglamadingizmi? Anladım. Nima ishga bo'ysunmaysizlar? O gap xato bo'lg'achqa bo'ysunmidoq. O'ljo'lan xotin qizlarga erishman demasa, kim urush qiladi? O'z vaqtida men o'ljilarni urushdan keyin tang taqsim qilaman demaganmidim. Urushda qon o'xshash to'kilmaydigan tursa, nemishqa o'ljilar tang taqsim qilingudak. Bu gapni nemishqa shu chog'da demagan. Shu chaqda seni bizni so'ramagan. Kuchar, Oltin, ketinglar har qancha yo'lliq bo'lsa-mu, urushda o'ljilar bilan bo'lib ketib, tatarlarning oqsoqli Jolim boqini qarshilab qo'ydilar. Bu qilmishimlar lashkar yasoqqa tortilmamdan. Seni nim qila olaydilar? Men qolgan atalganda hammanglar qasam qilgan. Jolim boqini qochirayotganlik meniki xatolik. Gunoh menda. Bizning bir bo'g'dan turalganligimizning yuzini qilib bo'lsa-mu, meni sachabagdek o'ltirayotmisizlar. Temirchin qolgan. Sizlar eg'ir kunda qolganda Yaylaqtın öpken şamalda Kalanlı boyetler yo'qolgan Bulup ney süt çaydek lezzetlik nakşam Senin kalbimde saklıyım